bugun ozgina ko'proq dars o'tib olganimizdan soatlarimiz ozgina 12-1ga yaqinlashib qolibdi kechqurungi va endi yana ertalab soat 7:00da keyin yoqamiz, ya'ni 8:00dan ertalab hammanglar bilan yana ko'rishguncha qolamiz va 8:00-9:00dan darslarimizni boshlaymiz hamda pauza bo'lib qolishgani va buzuvchilar bo'lgani uchun sinovimizni ahamiyat bermaymiz hamda buzuvchilar esa militsiya xodimlarimiz yoki boshqa xodimlarimiz o'zi jazolab qo'yishadi, ya'ni fidoyi bo'lganlarni jazolab qo'yishadi va kerakli joyga murojaat qilib qo'ysak, albatta qolganlari ham o'z-o'zidan yo'q bo'lgan o'quvchilarimizga, shaxs fuqarolarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Shular bilan sho'xlik sartarosh bo'ldi. 20 yillik staj tajribaga egamiz va o'zbekcha sartaroshxonalarimizga yana xush kelibsizlar deb sizlar bilan